Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda va vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktor lavozimiga tayinlangan Sardor Rahimxon haqida bugun afsuski noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2023-yilning noyabr oyida Vaqf fondi rahbari o'rinbosari Vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktori lavozimiga tayinlangan Sardor Rahimxon ishdan ketgani to'g'risida ma'lum qildi. Aziz xalqim, bizdan rozi bo'ling. Birgalikdagi bu ezgu ishlarimiz, saxovat, mehr-oqibatlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Oxirat kuni inshaalloh hammasini ko'rasiz. O'sha kunda bu amallarimiz jannat va jamoliga vasila bo'lsin. Jondan aziz vatanim, millatim uchun endi hammasi yana bir go'zal vaqf atalmish sahifa men uchun yakunlandi. Endi oldinda yangi boshqa go'zal bir sahifa ochiladi inshaalloh, deb yozdi Rahimxon o'zining Instagram sahifasida. Bundan avval ham Sardor Rahimxon mehr-murovat ishlarini uyushtirish, nogiron bolalarga yordam qo'lini cho'zish va sinovli kunlarda ko'ngli yarim insonlar qalbiga yo'l topishda Yurak amri nomli xayriya ishlari bilan tanilgan edi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.